kimdir tug'ruqxonada ayoli 3-qizni tuqqanligi uchun bechora ayol ming mushkullar bilan, mashaqqatlar bilan dunyoga bolasini kiygizib, bu yerdagi hamshiralarga aytibdiki, erimga qizligini aytmay turinglar, o'zim yotig'i bilan tushuntiraman deb. Kelin bechora ming mashaqqat bilan, ming xijolatlik bilan chiqib, oynani teshigidan erini chaqirib, dadasi Allohning irodasi ekan, 3-si ham qiz bo'lib qoldi, menda hech ayb yo'q deyishiga hammani oldida ayolining yuziga tarsaki tortib yuboribdi. La'nat aytib ketibdi. Bechora ayol dod deb yig'lab qolibdi. Qiyomat qoyim bo'lganda mana shu tarsaki urgan qo'lingizdan jannatga yuring otajon, men bilan kiring deb o'sha qizingiz yetalab kirib ketayotganda ayolingizni urgan qo'llaringizni tishlab qolgan mahallingizda ko'z oldingizga keltirmoqligingiz kerak. Mana shu qizingiz orqali siz rohat ko'rarsiz. Ayolda ayib nima? U o'z ixtiyori bilan jinsini yaratib olibdi. Qiz ko'rganlarga zulm qilmanglar. Bu Allohning irodasi.